Do'stlar, bugungi videoda biz men video oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki bugungi videoda bilmayman nima qilamiz. Xullas, men bugun yangi ish olishga qaror qilgandim. Chunki nima qaranglar. Hozir shuni to'g'rilab olaman. Mana bu Mana bu uyimda oldida mana bularni tozalab charchab ketdim. Xullas, men yangi ishga ko'chmoqchiman. Shuning uchun men hozir narsalarni qo'yib qo'yishim kerak. Keyin men onayda teksladim. Shuning uchun charchab hozir kelganman. Men hozir mana buni olib kecha kuni konga tushdim. Lekin hech narsa topib oldim. 3-4 ta temir topdim, o'shanga ketmon yasadim. Mana bu mening hozircha narsa qiladigan, daromad topadigan joyim. Bular hali o'smabdi. Yerda oldiga borish kerak-da, yangi ish olish kerak do'stlar. Bu bilan daromad topib bo'lmaydi. Men o'zimga telefonimni olib olaman va bosh kiyim va kirkamni olaman. Samsung oldim, ko'rdinglarmi? Do'stlar, Samsung S12 o'ta zo'r telefon ekan. Mazza qilib ishlatyapman. Merda oldiga borish, merda avval topish kerak, chunki ertaga uyi nima bola? Meram har xilda. Mer hozircha yo'q uyda. Demak, qarash kerak. Kecha kuni men uyda bo'lmayman, men cho'milaman deb. Mana ularimizni ko'rasizlarmi? Yomg'ir yog'di kecha. Ey, yigitlar, men qaydaligini bilmaysam? Bilaman qaydaligini. Qayerda ekan? Araba chekada qishloqqa o'yla yonida turibdi. Bunimi? Ha, bo'pti, rahmat. Arzimaydi. Mayli. Do'stlar, mana buni oldik. O'zimga tushdi. Do'stlar, mayli. Oyog'im. Men suvga tushdi, yomon ko'raman-da do'stlar. Qani mer. Mer. Menga yangi ish kerak edi. Men o'zimni narsalarimni sotib daromad topish qiyin bo'lyapti. Qanaqa ish kerak? Bilmayman, qanaqa bo'lsa ham. Menda hozircha kirka va toporim va uyda ketmonim bor, telefonim bor, Samsung. Sen nima? Sen daraxt chopib pul topishing mumkin. Qani, ayting. Har bir stak daraxtga 32 ta izimrud bo'laveradi. Rahmat. İşte bugundan boshlayman. Ha, boshlayver. Hop, rahmat, mer. Deb, keyin hozir siz qayerda bo'lasiz? Men mana shu yerda aylanib yuraman. Bo'pti, hop, men ketdim. Daraxt chopib kelay. Do'stlar, biz yangi ish topdik. Endi biz ko'p pul olamiz. Men o'zi uyimdan qancha ko'p daromad topmayotgandim. Chunki o'tda ham zerikarli. Keyin mana bu yer nima yopib qo'yding desanglar, bu yerda meni otim bor. Hali orqani esatmadim. Bu yerda hech kim yo'q. Tulporim meni, chopqirim meni. Chiroyli, yo do'stlar. Xullas, ashnaqa gaplar. Yigitlar, chiqmaysan? Yo'q, otingni oldida hozir. Chiqasan? Chiqdim. Xullas, ashnaqa gaplar. Endi men ishlayman. Ura! Do'stlar, endi biz daraxt chopamiz. Men qanaqa daraxt chopishni so'ramadim.
Mayli, qanaqa bo'lsa ham chopamiz. Men hozir bitta kerak emas ekan. Do'stlar, bo'ldi. Telefonim tushib ketmasa bo'ldi yo'lda. Chunki qimmat pulga eshigim ham yaxshi yopilmayapti. Qanaqadir. Do'stlar, endi men butun bir daraxt chopib ishlayman. Hozir men charchadim-da. Demak, bir stak narsaga, daraxtga menga 32 ta izimrud bersa, bu do'stlar, men yaqinda mashina ham olishim mumkin. Lekin hozircha men yangi kompyuter narsa sotib olmoqchiman, lekin sotuvchilar olib kelmayapti. Shuning uchun hozircha sotib ololmayman. Mening qanaqadir virus tarqalibdi. Shuning uchun kompyuter unaqa narsalar ishlatib bo'lmayapti ekanmish, do'stlar. Qanaqa virus lekin bilmayman buni. Uyim chiroylimi, do'stlar? Undan birgacha baho beringlar. Bistak o'zi bo'lyapti, do'stlar. Qancha bo'lardi? Lekin butdan chopish yaxshi emas-da. Mayli. Chirog'iga kiramiz. Mana bularni chopish mumkin. Bugungi videoda men ham zerikdim, shuning uchun yangi ish oldim. O'zim bugungi videoda maqsad men uyimni tanishtirmoqchi edim. Lekin ishim yo'lga ketdi. Chunki men umuman daromad topolmayapman o'zim narsalarimdan. Hozir bizda uyi bo'ladi. Do'stlar, sizlar sezilmayapti, lekin men naushnik taqib olib qo'shiqda narsa qilyapman. Qanaqa qo'shiqqa o'ynay eshitganimni montajga qo'shorsam kerak. Shu bizda do'stlar bir stak daraxt yig'ilibdi. O daraxt. Do'stlar, daraxt ko'rsanglar har doim ekib qo'yinglar, chunki daraxt bilan sizlarni o'rmoninglar va mana bu joylaringlar qurib bo'lmaydi. Men merda oldiga borishim kerak. Mer, to'xtang. Mer. Mer o'tib ketdi hozirgina. Mer, to'xtang. To'xtang. Ana, merda baqirib. Men bir stak qazib keldim. Rostmi? Ha, mana do'stlar, mana mer. Yaxshi. Izimrudlar qachon berasiz? Izimrudlarni ertaga beraman. Nimaga? Bugun izimrudlarni berib bordim-da. Mayli bo'pti. Mana ortiqchasi bilan o'zingiz ishlatarsiz. Mer. Rahmat, Reber. Bo'pti, men ketdim o'zim. Erta 32 izimrudlarni berasizmi? Ha, beraman. Ha, bo'pti, mer. Mayli, Reber. Do'stlar, xullas narsa ola olmadim hozircha. Izimrud hozircha olmadim. Ertaga berar ekan. Bugun menimcha qanaqadir narsa qildi. Kim oldi bu? Qoch. Nimaga meni uyim chekkada desanglar, men o'zim shunaqa chekkadan uy olishni xohlaganman. Chunki bu nima? Kimlar ketgan buni? O'tadigan to'ydi bu. Vuy, do'stlar. Menimcha buni men bilaman. Menimcha bunday qilib. Bu telefonni qo'yib turing. Do'stlar, ko'rasiz. Uchur. Ay, do'stlar. Uchur. Yo'q, o'laman.
Men suvni yomon ko'rardim, lekin do'stlar, ko'rdinglarmi? Buni sindirib olish kerak. Bu bilan o'ynashmasiz kerak, do'stlar. Buni o'ynashib bo'lmaydi. Chunki bu narsa o'ta kimdir bosib olsa, ferbollarni otib tashlaydi. Keyin men do'stlar nima deykanim? Nimaga qishloqni chekkasiga olgansan desanglar, bu yerda otlar ko'p va shovqinlarsiz. Anada ko'rdinglar-ku, shovqinli har xil deb. Bilmasam do'stlar, men charchadim. Uxlab olay. Do'stlar, o'ta charchadim. Mayli. Ertalab ko'rishamiz. Do'stlar, kecha kuni uyqum kelganidan men shapkamni yechmasdan uxlabman. Lekin bu qiziq emas, chunki men bugungi video sizlar nima olib qo'ydim. Orqaga yuramiz va qo'y. Bu ana do'stlar, ko'rdinglar? Xullas, bugungi videoda biz shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Ramer bo'ldi. Keyingi videolarda menimcha men izimni unutib olishim mumkin. Lekin ertalab beraman. Mayli do'stlar, o'zim olaman. Hammaga xayr. Sizlar bilan Ramer bo'ldi. Xayr do'stlar.